dasturchi bo'lish hammani qo'ldan keladimi? Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Bu ish menga emas ekan deb tashab ketmoqchi bo'lgan Shahzod aka hozir qanaqa qilib katta IT kompaniyada senior dasturchi bo'lib ishlayotganlarni aytib beramiz. IT ga birinchi qiziqishlari 13 yoshlarida paydo bo'lgan. Yurtimizda u paytlarda IT uncha rivojlanmagani uchun torrentdan video kurslarni yozib olib, dasturlash tillarini o'rgangan ekanlar. Bir kuni freelancer proyekt topdilar. Mijozga kerakli narsani qilib bera olmaganlaridan bu soha menga emas ekan deb tashab qo'ygan ekanlar. Bunaqa holat ko'p qaytarilgan ekan. Yo'l ko'rsatilgan ustozlari bo'lmagani uchun rosa qiynalgan ekanlar. Oxiri ustoz ko'rmasam bo'lmaydi deb shu sohada ishlaydigan amakilarni oldilariga borib shogirdlikka tushyaptilar. Ana shundan keyin rivojlanishlari ancha tezlashib ketgan ekan. 2020-yilda Toshkentga kelib birinchi kompaniyaga ishga kiribdilar. Yildan keyin Uzinfocomga, Uzdomen bo'limiga ishga kirgan ekanlar. Hozirgi paytgacha Token.uz, NFT sertifikat va auksion tizimlari loyihalariga o'z hissalarini qo'shib kelyaptilar. O'zi shunaqa sizdaqa dasturchi 1 yil tajribasi bo'lsa, nech pul topish mumkin deb so'raganimizda, agar menga shogirdlikka tushsa, o'zim o'rgatib, stajirovka qildirib, shunaqa katta kompaniyaga ishga joylashishiga ham yordam berishim mumkin va oyiga $1000 bemalol topa oladi dedilar. Shogirdlikka tushish qanaqa bo'lishini bilish uchun kommentda yoki direktga plus belgisini qoldiringlar.